Hammaga xayrli kun. Mana light barini o'zidan tushunsa bo'ladi bu qanaqa modelligini. Bu ROG G16 Strix. Judayam topovый xarakteristikada chiqadigan noutbuklardan bittasi. 280 wattli blok pitaniyadan pitatsiya qiladigan Ryzen 9 9955HX protsessori. Bu montajga, ko'p ishlarga, og'ir ishlarga, ko'p mnoгозадачный ishlarga bemalol ishlab beradigan, qotib qolmasdan ishlab beradigan Ryzen 9 yangilangan 25-yildagi protsessor. Video kartasi RTX 5060 8 GB bo'ladi. O'zida operativ xotirasi 16 GB DDR5 bo'ladi. 64 gacha bemalol ko'tarsa bo'ladi. 1 TB SSD 4-klassga tegishli bo'lgan pamyati bor. Uni ham yana kuchaytirish uchun ikkinchi sloti bor, 4-pokoleniya bilan. Aytib o'tganimdek mana 5060, operativ xotirasi 16 va 1 TB yangi pokoleniyadagi SSD, ekran 240 Hz, 2K bo'ladi. ROG G16 qidirayotgan, mana shu notebook qidirayotgan bo'lsanglar, mana shu modelimiz mana sotilyapti. Bemalol veb saytimizdan ko'rib tanishish, o'zingizga shu modelni olishingiz mumkin.